20-yanvar barakali seshanba kuni Hojiakbar aka fermalariga kelganmiz. Akamiz Chechenistondan qo'ylar olib kelgan ekanlar. Bular 7-8 oylik qo'ylar. Mana qo'ylarimiz hammasi. Eksklyuziv joyga keldim. Mana shu katta qo'chqorlarimiz Chechenistonda tog'larda yurgan katta bo'lgan qo'chqorlar. Uylanmagan qo'chqorlarimizni olib kelib qo'yganmiz. Mana qo'chqorlarimizning holati. Inshaalloh teti barakali qo'chqorlar. Kimga shunaqa zotli yaxshi qo'chqorlar kerak bo'lsa, men pastda nomerlarini qoldiraman. Egalariga telefon qilasizlar, to'liq ma'lumotni egalari beradi. Bundan katta, bundan kichkina variantlari ham bor. Inshaalloh 2 tacha qo'yimiz bor. Bemalol mana shu pastdagi nomerlarga telefon qilib kelaverasizlar.